kun davomida yangiliklarni sizlarga taqdim etar ekanman. Har bir taqdim etayotgan modelimizni olishingizga arziydigan imkoniyati, xususiyatiga ega ekanligini ta'kidlab o'taman. Kun davomida 100 tadan ko'p smartfonga zo'r chegirmalarni e'lon qilaman. Men sizlarga ideal darajada 256 100 1600 dollarga yaqin sotilayotgan 17 Pro Max ni 1410 dollarga A+ segmentda 100 batareyka hali rабочий bo'lib ulgurmagan variantda siz azizlar uchun iPhone 7 Pro ni 256 100 1250 dollarga 1400 dollarga olingan telefon absolyutno yangidek turibdi. iPhone 6 Pro Max ni eSIM-largacha o'tgan yangidek qora rangi 900 dan arzoniga даже klient ham bermayapti. 895 dollarga. A+ segmentda iPhone 5 Pro Max ni 128 512 85%lisi 805 dollarga. 512 talik bu o'z blogingizni yuritish vaqti kelganini bildiradi. Sizga albatta bu iPhone yaxshi imkoniyatlar eshigini ochadi. Bunga kiritayotgan investitsiyangiz bu eng yaxshi investitsiya deb ayta olaman. 256 GB yangidek holatda 90 dan yuqori aynan sizga chegirma narxda 287 ekan 730 dollarga. A+ segmentda radnoy holatda 128 98 batareya bilan aynan iPhone 13 Pro ni bugun siz chegirmada xarid qila olasiz. Aynan sizlarga 405 dollar qilib beraman. 405 dan o'zim qimmatiga olaman bunaqa telefonlarni. iPhone 15 Pro ni 128 89%li ideal ekran stikli olishgan, lekin smartfon yangidek turibdi. Narxi 540 dollarga. iPhone 4 Pro ni 475 dollarga tasavvur eta olasizmi? Yangidek qora rangli varianti. iPhone 2 Pro Max ni 128 GB batareykasi 87%li, narxi esa 355 dollarga haqiqiy arzon narxda. Redmi Note 13 Pro 8256 200 megapikselli kamera islomiy rangda ideal variantda 130 dollar evaziga juda ham arzon narxga. 85 dollarga Redmi 14 C modelimiz ideal tanlov va mukammal variant. Galaxy S24 Ultra ni eSIM-ga o'tgan 12512 talik noyob rangda orange rangi, qarang 24 Ultrada 2 yil oldin chiqqan, hozir esa 17 Pro Maxda trend bo'lgan rang. Narxi 610 dollarga. Har galgidan arzon, hattoki 256 dan arzon. 256 esa 625 dollarga. A+ segmentda Honor X9D dunyodagi eng bardoshli, eng quvvatli batareya bilan jihozlangan noyob terakt rangda full holatda yangi 390 dan qimmat 290 dollarga A+ segmentda. Galaxy S25 Ultra 750 dollarga. Daji klientlar 900 dollar deb ketishyapti bermasdan. iPhone 14 ni iPhone 13 ni ham 330-320 sotilayotgan bir paytda 315 ga qilib berishga tayyorman. iPhone 11 ideal holatda ikkita sim karta primoy tushadi. 6492 radnoy varianti 220 dollarga. Islomiy yashil rangda. 128 86%li 620 dollarga yangidek iPhone 5 Pro. iPhone 2 ni 235 dollarga, 64 dan yuqori. 128 96%li 215 dollarga. Hozir iPhone 1 ko'rdingiz 220 dollarga 64 talik sotyapman. Bu esa 128 96%li. Aynan sizga 610 dollarga iPhone 15 Pro ni 256 83 variantda, yangidek variantda. Galaxy S24 Dubay regionida 410 dollarga. Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Bu modelning yangisi 400 dollardan qimmatroq turadi va yangidan farq qilmaydigan darajada 12256 lisini aynan sizga Note 15 Pro Note 15 Pro ni 12256 variantini 240 dollar qilib berishga tayyorman. Note 15 Pro Plus 5G esa 400 dan qimmat turadi. Bu haqiqiy tezkorlik 100 voltli adapter pitaniya bilan 17 daqiqada 100% zaryadlana oladi. Smartfon narxi 400 dollarga emas, atigi 325 dollarga. Bu aynan olish uchun arzon oladigan eng noyob model. Bor yo'g'i 80 dollarga Redmi Mi 9C Xiaomi'dan ko'ra kuchli. Bu o'ta kuchli model. Galaxy S22 255 dollarga ideal tanlovni A+ variantini taklif etaman. Oxiri birini saqlangan, polniy broni plyonka qilingan, orqasida sal broni plyonka ishlayotganida izi chiqib qoldi. O'ta yangi holatda 89 dollarga. A32 85 dollarga. Ideal variantda moviy o'smor. 185 dollarga A35 5G haqiqiy tezkorlik, elegantli model. Aynan S23 Plus ni 315 dollarga, S23 narxidan arzon narxga. S21 Plus ni esa chegirma narxda 210 dollarga. Tasavvur qila olasizmi? 210 dollarga dash S21 sotilyapti. Bitta ham petnosi yo'q, yangi holatda. S23 ni esa sizga eSIM-largacha o'tgan ideal yangidek holatda. Esni 325 qilib beraman. S22 Ultra ni o'zim 370 dan qimmatroq olyapman. Yangidek 370 dollarga.
24 ultradan Dubay regionlisi 630 dollarga, koreyskida narxida 215 dollarga, S21 Plusni A+ O'zbekistonda ishlamagan varianti, S25 ni E simlargacha o'tgan narxi esa 505 dollarga. Aynan sizga A04S modelimiz 59 dollar evaziga mukammal tanlov. A71 95 dollar evaziga. Honor 50 modelimizni o'ta noyob varianti 145 dollarga. iPhone 11 ni 64 GB 90 dan baland narxi esa 199 dollarga. A57 5G modelimizni esa 320 dollarga, yangisi 430 410 bo'layotgan bir pallada shunaqa chegirma narxlarda taklif etaman va bu har bir ko'rsatgan telefonimizni 50 dan ziyod uslubda tekshiramiz. Har biriga kafolat beramiz, har birini bilamiz. Bu smartfonlar bizning yuzimizdir. Sizga inshaalloh bu smartfonlarimiz bilan albatta roziligingizni ola olamiz.